Assalomu alaykum qadrli vohadoshlar. Tuyoqlari zarbidan o't chaqnagan uchqur saman tulporlar shiddati va alpomish izoshlari bo'lgan Alp chavandozlar haqidagi botirlik hikoyasi Ko'k maydon teleloyihasining navbatdagi son efirida. Kuz fasli kirib kelishi bilan yurtimizda uloq ko'pkari musobaqalarining yangi mavsum boshlanadi. Mavsumning starti asosan ot sovutish musobaqalari, ya'ni otbozlar ta'biri bilan aytganda gashtak bilan start oladi. Ma'lumki, uloqchi otlar yoz vaqtida 40 kun boqiladi. Shundan so'ng boquvdan chiqqan tulporlar asta-sekinlik bilan sovutib boriladi. Shu tariqa ko'pkari mavsumga tayyorlanadi. Salqin tushishi bilan avvaliga tog'li hududlarda, so'ng esa boshqa hududlarda ham uloq musobaqalari boshlanadi. Odatda otlar va chavandozlarning yangi mavsumga qanchalik tayyor ekanligini sinovdan o'tkazish uchun gashtaklar o'tkaziladi. Gashtak bu biror bir hududda yashovchi otbozlar va chavandozlar yig'ilib hamkorlikda o'tkaziladigan uloq o'yini. Gashtakda odatda katta sovrinlar qo'yilmaydi. Bunda otlar va chavandozlarni sinovdan o'tkazish, yangi mavsumga tayyorlash asosiy maqsad hisoblanadi. Futboldagi o'rtoqlik o'yinlariga ham mengsash mumkin. Saboqlarimiz ham otni ko'pkoriga avval qo'shishdan oldin katta yig'inlarga mana shunday ot savutar gashtaklarni o'tkazgan. Otbozlar otni bog'uvdan chiqqandan keyin 40 kun ko'pkoriga tayyorlab savutgan. Keyin shu o'rtalarga mana shunday ot savutar gashtaklarni qilgan. Gashtak bo'lishdan, mayda bo'lishidan maqsad nima? Ot ko'p ezilmaydi, urilmaydi. Katta yig'inga borguncha tayyorlanadi. Yosh chavog'onlar ko'proq mana shunday mashq qilib bular endi o'zlarini ham ko'pkoriga tayyorlayapti. Sababi nimaga? Bular katta yig'inga borguncha nagruzka olmaydi deb o'zlarini ham mashq qildirib ko'pkoriga tayyorlayapti. Xuddi mana shu otlar singari. Qadrli muxlislar, mana bugun Machay qishlog'idamiz. Boysun tumanidagi o'sha So'lim Machay qishlog'idamiz. Bugun Machayda o'sha ot sovutish ko'pkarisi bo'ldi, ya'ni gashtak bo'ldi. Chiroyli tarzda o'tdi, ko'pkari qiziq o'tdi. Shu atrofdan ancha otlar yig'ilib kelgan ekan. Mana shu tog'li hududlardan otlar kelgan ekan. Bu yog'i Darbanddan, Machay, Qizilnavr, Kentala. Yaxshi otlar qatnashdi, yaxshi ko'pkari bo'ldi. Bu yilgi mavsumning birinchi ko'pkarisi bo'ldi bu hududda. Men hozir minib turgan otning laqabi Beshqashqa, yoshi 10 da mana shu Machayning o'rnini olib kelayotgan tulpor bugungi kunda. Bugungi ko'pkarida ham bir nechta ochko qildi. Mana shu otga ham, egasiga ham omad tilaymiz. Bu otning egasi shu Machaydan Jumaniyaz aka bugun ko'pkariga bekovlik ham qildilar bu kishi. Zoir Chobaxon minib ayirdi buni. Mana shu egasi aytayapti, mana shu tuya, ho'kiz, ot ayirgan, xullas, yerli o'rni olgan otga ham, egasiga ham omad tilaymiz. Alpomish yurti bo'lgan Boysun tumanidagi Machay qishlog'ida ham otbozlar tomonidan gashtak musobaqasi o'tkazildi. Musobaqada Qizilnavr, Gaza, Xo'jadiyak, Xo'jabulg'on, Darband kabi yaqin hududda joylashgan qishloqlardan kelgan otbozlar va chavandozlar ishtirok etishdi. Machaydagi ko'pkari chopiladigan maydonga 60-70 dan ortiq uloqchi otlar yig'ildi. Uloq mavsumiga tayyorgarlik ko'rgan chavandozlar o'z imkoniyatlarini sinovdan o'tkazib olishdi. Qizilnavrlik mashhur Chorigov chavandozning o'g'li Qobil Cho'bog'onni suhbatga tortdik. Qizilnavrdan Chorigov Cho'bog'onni o'g'li Zoirov Qobilmen. O'zim ham ko'pkari chopaman. Bugungi ochkolar yaxshi. Shu akamning oti bilan 2 ochko, Xo'jadakdan O'rol Cho'bog'onning oti bilan 1 ochko, hozircha 3 ochko bo'ldi. Bu yilgi sezonda hamma otbozlarga, cho'bog'onlarga, hammasiga otlarga omad. Bizga endi bu yilgi mavsum endi boshlandi. Endi shu to'ylarni chopib, o'zimiz ham otlarim endi formaga tushyapmiz. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa bu yil omad yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. Jarohatlar ot ustida turgan payt bilinmaydi. Qancha jarohat bo'lsa ham hech qachon bilinmaydi. Avvalambor odam shu ot minib ko'pkariga kirganda har bir narsaga bo'yniga olib kiradi. Jarohatni yoki oyog'ini og'rishi yoki boshqani o'ylasa ko'pkari chopmaslik kerak. Har narsaga tayyor bo'ldimi, ot minib formani kiyib etikni kiyib ko'pkariga kirish kerak. Otlarimiz bor. Uvaz degan otimiz bor, Burgut degan hozir yangi 2 ochko qilgan otlarimiz bor. Yana yosh kelajakda chiqadigan toy otlarimiz bor. Endi bu yilga tayyorgarlik juda yaxshi. Shu ko'pkari sezondan 2 oy, 3 oy oldin mashg'ulot boshlaymiz. Yegarda ishlaymiz, kanatda, balon, kuvalda uramiz. Ajmaniya, turnuk, buruz va hokazo shu sport turlarini yengil qilamiz. Garchi gashtakda qimmatbaho sovrinlar qo'yilmasa-da, oti ayirgan otbozning ko'ngli xushvaqt bo'ladi. Buning zavqini xonadonida uloq uchun ot parvarishlagan kishi yaxshi biladi. Ayniqsa, endigina ko'pkariga kirib kelayotgan yosh otning ayira boshlagani egasining ko'nglini tog'dek ko'taradi.
Boysun tumani Xo'jaobod mahallasidan mehmon bo'lib kelganmiz. Mana bugun bizda ham kayfiyatimiz yaxshi. Tulpor laqabli otimiz mana endi toyi mana birinchi qadam qo'yyapti Ko'pkariga. 5 ga to'ldi, mana 6 ga qarab boshladi. Mana bugun bir ochka qildi, mana Shahzod Chobag'on. Kayfiyatimiz yaxshi. Mazkur Ko'pkari musobaqasida Mansur, Siroj, Jamshid, Qobil, Asqar, Zafar, Sardor Chobag'onlar, Boytumor, Beshqashqa, Burunoch, Oq oltin, 80 laqabli bedov otlar uloqlar ayirib, ishqibozlarning olqishlariga sazovor bo'ldi. Tomosha yaxshi bo'lyapti. Mana bugun otsa o'tar gashtagida yigitlar tashkil qilgan ekan. Otlarimiz sovugan yo'q edi. Rahmat shunga uzoqlarga to'yga bora olmay turib edik. Bitta ikkita shunday gashtag bo'lsa, otlar yaxshi soviydi. Bizda mana shunday Ko'pkari o'yinlar bo'lib turadi. Shuni ko'payganiga biz xursandmiz. Qiziqarli o'yin tomosha qilib turibmiz hozir. Shu bu yil hisobidan birinchi Ko'pkari. Darvoqe, Machayda o'tgan gashtagning tashabbuskori tajribali otboz Xudoyberdi aka edi. Uloq musobaqasidan so'ng ko'pchilik oxuri go'shtini yeyish uchun u kishining xonadoniga to'plandi. Shu bahonada ko'pkarilar, otlar va chavandozlar muhokama qilindi.